19-asr oxiriga kelib Buxoro shahri atrofida bir qancha saroylar mavjud bo'lgan. Jumladan, Qarshi darvozadan 4-5 kilometr uzoqlikdagi Sherbudin saroyi. Bu yerda Amir Muzaffarxon davrida Navro'z bayrami oldidan o'tkaziladigan sayllar uchun maxsus bog' barpo qilingan. 1870-yillardan boshlab esa turli xil binolar qad rostlay boshladi. Jumladan, Narzullaboy binosi ham. Asosiy qurilish ishlari Amir Abdulahadxon davrida saroy me'mori Ibragim Hafizov tomonidan amalga oshirilgan. 1888-yilda Buxoroga tashrif buyurgan Dmitriy Kavkazskiy o'z asarlarida bu yerdagi ko'zguli xonani tuganmas xona sifatida ta'riflab o'tadi. 1893-yilda Gamburglik asosiy mehmon sifatida tashrif buyurgan fotograf Max Albrecht o'zining kitobida bu yerda asosan elektrlashtirilgan holatda yoritish tizimi mavjud bo'lganligi haqida yozib qoldiradi. Daniyalik fotograf Olufsen o'zining tadqiqotlarida Peterburgda tayyorlangan hamda amirga sovg'a qilingan taxt birinchilardan bo'lib Sherbudin saroyiga sovg'a qilinganligi haqidagi ma'lumotlarni yozib qoldirgan. Shuningdek, saroy Yevropa hamda Eron uslublarini o'zida aks ettirgan. 20-asr boshlariga kelib esa Prokudin Gorskiyning fotosuratlarida biz bu joyni birinchilardan bo'lib rangli holatda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Afsuski, saroy Sovet hukumati davrida butunlay yo'q qilib tashlangan. Sizchi, bu tarixiy inshoot haqida yana nimalarni bilasiz?